Assalomu alaykum do'stlarim, like bosib charchamayapsizlarmi? Getji YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videorolikimiz yana akkaunt kuchaytirish videosi emas u. Dynamic Stars ochamiz. Mana oldin bir marta ochganman, buni uchdi. Xo'p, bo'lmasa Dynamic Stars ochib, ozgina Mendesh va Sony kelgan Uliselarni kuchaytirishga harakat qilamiz. Bo'lmasa sizlar like bosib, obuna bosib qo'ysanglar, biz videomizni boshlaymiz. Hop, bo'lmasa birinchi Mendesh va Sony Uliselarni kuchaytiramiz, ko'ramiz qani. Ko'proq menimcha fitnessga kerak. Fitness kuchaytiraveramiz. Hozir. Yo'q, katta kuchaytirish emas, kichkina kuchaytirishlardan beraveramiz. Ana уже Mendeshga tushishni boshladi. Ikkalasi ham 90 bo'ldi. Bastoni bilan Ulisega tushdi. Uliseni iloji boricha kuchi bilan taklingga tushmasa zo'r bo'lardi. Yana Uliseni xuddi o'sha reytingga tushdi. Mayli, Bastoni 91 bo'lib ketdi. Staminasi 100 bo'ldi. Bo'lsa biz Dynamic Stars ochishni boshlaymiz. Dynamic Starsdan tushirishimiz kerak bo'lgan o'yinchi bu. O'zimiz hamyurtimiz bilasizlar, Abduqodir Husanov. Hamma qanaqadir taktika qilib Abduqodir bosib, ikkisi bosib yana chiqib ketib, mana shuni 5-10 marta takrorlab Abduqodir Husanov tushirishga harakat qiladi. Lekin hech kimda ko'rmagansizlar, menimcha. Hech kimda ko'rmagansizlar, bunaqa taktika ish bermagan. O'shaning uchun biz qanaqa taktika qilamiz? Shto'g'i Abduqodir Husanov umuman bosmaymiz. Qolgan hamma futbolchilarni bosib chiqamizda. Keyin ochamiz Dynamic Stars. Balki o'xshab qolishi mumkin edi, chiqmagan jondan. Agar kanalda yangilar bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Dynamic Starsdan kim tushadi taxmininglarni yozib qoldiringlar. Menga qanaqadir noyob o'yinchilar tushsa yaxshi bo'lardi. Mana shu Ononaga o'xshagan. Chunki bo'ylari ham zo'r ham. Qani ko'ramiz, balki Abduqodir Husanov tushib qolish ehtimoli ham bor. Qaysin keldi, Robertson keldimi? Zo'rloq ham bu juda ham yaxshi hujumchi. Atletico'da bu mavsum ancha yaxshi o'ynadi. Xo'p, o'xshasa, agar taktikam o'xshasa, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Keyin 14 oylarga jo'natib qo'yasizlar agar o'xshasa. O'xshamasa like bosib qo'yasizlar. Ana tez chiqamiz. Mana Abduqodir Husanovni bosmaymiz lekin. Xo'p, mana oxirgi ikkita o'yinchimiz qoldi. Ikkisi bosamiz. Xo'p, oxirida sraz bosib olish kerak. O'yinchi agent ochuvchi. Hop, bismillahirrohmanirrohim. Qani ko'ramiz agentdan kim tushar ekan. Dynamic Stars ketishiga hali 11 kun bor почти. Hop, internet xato qildi. O'shaning uchun o'yinchini berish sal muammo bo'ldi. Qo'y. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, Abduqodir Husanov emas. Menimcha fransiyalik Barko'la tushdi. Chunki sochlari ham, rangi ham o'xshab ketar ekan. Ana adashmasam Barko'la bo'lishi kerak. Barko'la 100%.
yaxshi, lekin Fransiya terma jamoasi finalgacha borib, ancha yaxshi kuchayishi mumkin. Yaxshi. Hop, bo'lmasa men bilan o'ynatib ko'ramiz. O'lisi qani, o'lisini ham tushirib olaylik-da. Barko'lian hujumga. Buni darvozaga qo'yamiz. Onsan boshlaymiz. Ana menejerlar boshqalarni olganmiz. Ancha yaxshi esdalik bo'lib qoladi. Ana o'yinimiz boshlaymiz. Barko'li bilasizlar, hozir 82 unchalik kuchaymagani uchun unchalik zo'r o'ynay olmaydi. Barko'lida dribling itini qilamiz hozir. Agar oddiy futbolchi bo'lganda, mana shu paytda olib qo'yardi kaptaga. Lekin yaxshi fransiyalik. Balkim bu yil Fransiya yutib qolishi ham mumkin jahon chempionatini. Hop, Nuno Mendesga kirib ketamiz. Nuno Mendes bitta yugurib ketsa bo'ldi. O'zi hech kim to'xtata olmay qoladi. Nuno Mendes. Opa, birinchi golimiz bo'ldi. Barko'ladan. Juda ham chiroyli ko'rinar ekan, qizil rangli futbolchilar. Lekin qanaqadir noyo'proq futbolchi tushsa ham ancha xursand bo'lgan bo'lardim. Har doimgidek butga o'xshab urolmaymizda biz. Barko'li driblingni qilgan. Na orqaga tortganmi kaptaga. Lekin mayli. Katta shaharlarda kichik xatoliklar bo'lib turadi do'stlar. Mayli, obunachilar ustimdan kulib yozmaylar. Endi ancha charchaganman. O'shaning uchun sizlar uchun video olatdim. O'zi YouTube kanalimga anchadan beri video qo'ymadim. Bu uchun men bor uzr. Hop, mana Leno uzoqqa uzatib olib kaptaga Gabrielni berardi Barko'lidan. Hujum qilamiz, lekin Barko'li o'tib keta olmadi. Mayli. Shuni qanotga qo'yganiga free kick beratdim, ishtirokni. Barko'li yugurgan. Tezligi ham juda ajoyibda Barko'li. Ay, butga o'xshab bo'lgan o'sha burchakdan. O'sha teforsagam bo'ladi orqaga. Chunki vaqt cho'zib o'tirish niyatim yo'q. Pepsi bilan o'yindasan. QR kodni skanerla. E'tibor bermaylar. Hop, mana ikkinchi taym boshlandi. Iloji boricha Barko'lida urishga harakat qilamiz. Kam gol ursa ham. Opa, yaxshi. Dembele ham Barko'liyani ham yutdi. Ikkalasi ham fransiyalik. Ikkalasi ham PSJ'da o'ynaydi. Pas o'tmadi Barko'liga. Barko'lamiz bo'yi sal pastroq, lekin bu uzun hujumchilarni olib o'ynatsanglar, maza qilasizlar ikkinchi qavatdan kalla bilan. Substitutes are ready, they're coming on. What impact will they have? They want to add to their lead here. Butcha pas beramiz, o'zi shunaqa.
this team, Kommentariyada bilaman, baribir 2-3 ta bot deb yozadigan odamlar bo'ladi. they've got the lead to O'shalar keep it. birga bir o'ynamoqchi bo'lganlar nomerini yozib qoldirsin yoki o'zim o'sha tepada Telegram nomerini qoldirganman, o'shanga yozsanglar birga bir o'ynaymiz. Baribir bilaman-da, mana shu botlar bilan o'ynashimni ko'rib hamma qanaqadir bot birga bir o'ynasam deb yozadi, lekin baribir chiqadi-da, bilaman. Headed on. What will he try? That's well out by the defence. It's a goal alert. This team are looking good. Nuno and on Mendes top in this ancha game. holdan to'g'ri qolibdi, bu bratishga Hakimi, alishtirish kerak. and he's won it back for his Barkelga team. qayoqqa pas berdi? Rodri oldi. Uzoqdan sola olamizmi Barkelga bilan? He goes for goal. Yo'q, qisqalamiz. Good save by Leno. Shu normalniy bir udari 90 ga chiqadigan hujumchilik o'rnini mana shu Dinamo Losing team o'yinlarida. could see this match Agar go bo'ladigan into bo'lsa extra time. kommentariyaga Fancies ismini his yozib chances qoldiringlar. from here. They keep Yo'q, menimcha having so'rloq opposition bor in edi, search udar of goals. normalniroq. Valverde topga gol qo'yolmadi. Good interception. O'xshamagan paslar. Sharmandali botga Bruno bilan yutish. And there we have it. Fantastic. Sharmanda botga ham Bruno bilan yutadi. Musin kamida 3 bilan yut, hatya baxchi ko'rmasam. Mayli, e'tibor qilasizlar do'stlar. Xo'p, bugungi videomiz shu bilan o'z yakuniga yetadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bu 3 sekundlik qiladigan ishlar men uchun ancha motivatsiya bo'ladi. Bo'lmasa hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar.